Ma'lumki, dunyoda tabiiy va toza mahsulotlarga talab hamisha yuqori bo'lib kelgan. Bu inson sog'ligi uchun ham muhim o'rin tutadi. Asl va C-vitamin qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish uchun esa shubhasiz ona zaminimiz tuproq tuzilishi, hosildor, foydali va faol mikroorganizmlarga boy bo'lishi kerak va muhimi turli zaharli hasharot va zarar kunandalar bo'lmasligi zarur. Ayni damda mamlakatimizning janubiy mintaqasi Surxon zaminida kuz fasli hukmron. Bu davrda dalalarda ishlar yanada jonlanadi. Kelajakda yuqori hosil ko'tarishda hasharot va zarar kunandalarga qarshi kurashish zanjiri esa katta ahamiyatga ega. Shu sababli 31-oktyabrdan 19-noyabrga qadar 2026-yil hosili uchun zararli organizmlarning tarqalishini oldini olish maqsadida Surxondaryo viloyatida ham dolzarb 20 kunlik e'lon qilingan. Bu esa o'simliklar karantini va himoyasi fitosanitar davlat inspektorlari oldiga katta vazifalarni yuklaydi. Ya'ni hududlarda keyingi yil hosili uchun zararli organizmlarning tarqalishini oldini olish va ularning qishlov davrini baholash, kuzgi kuzatuv nazorat ishlarini tashkil etish hamda bashorat qilishdek dolzarb yumushlarni o'z vaqtida kechiktirmasdan bajarish mas'uliyatini qo'yadi. Bugungi kunda qishloq xo'jaligida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash hamda aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan yetarli darajada ta'minlash, eksport salohiyatini oshirish bo'yicha qishloq xo'jaligi maydonlaridan samarali foydalanish bo'yicha ko'plab tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bu tadbirlarni amalga oshirishdan maqsad albatta fitosanitar toza eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarishdan iborat. Ushbu vazifalarni bajarish uchun albatta qishloq xo'jaligida asosan 2026-yil hosilini oladigan bo'lsa, keyingi yil ekiladigan hosilga zararli organizmlarning qay darajada zarar berishi bo'yicha aniq xulosalarga ega bo'lish uchun kuzgi kuzatuv ishlari amalga oshirish kerak. Dolzarb 20 kun ichida tuproqdagi zarar kunandalarni aniqlashda samarali usullardan kengroq va unumli foydalanish, ularga qarshi kurashish chora-tadbirlarini yanada jonlantirish talab etilmoqda. Zarar kunandalarning qishloqqa ketishini pauzadan o'tish jarayonida biz mana shu yer kavlash ishlarini olib borib, ularning kelgusi yilda tarqalish ehtimollarini aniqlaymiz va prognozlashtirish bo'limi orqali aniqlanadi va kelgusi yilda bu zarar kunandalarga qarshi kerakli biologik va kimyoviy zaxiralar yaratiladi, unga qarshi kurash ishlari o'tkaziladi. Bu kurash ishlarini tashkillashtirish, yer kavlashni o'tkazishdan maqsad biz hasharotlardan bir qadam oldinda yurishimiz kerak. Ana shundagina biz mamlakatimizga yuqori hosilni yarata olamiz. Sho'rchi tumanidan 5050 gektar paxta maydonida g'o'za yetishtirildi va 6347 gektarda g'alla yetishtirildi va yuqori hosildorlikka erishdik. O'rganilgan natijalarni kelgusi yilda o'z ish jarayonimizda qo'llab, yuqori samaraga erishamiz. Qishloq xo'jaligi ekinlariga zarar keltiruvchi zarar kunandalarning kelgusi yilda tarqalishi bo'yicha ularga qarshi kerakli kurash zanjirlarini yaratish bo'yicha davlatimizning kelgusi yil yuqori g'alla va paxta hosildorligini yaratishda hozirdan biz zamin yaratishimiz kerak. Menga 500 gektar yer biriktirilgan bo'lsa, o'z hududimda 25% men o'zim aniqlayman. Mana shu kavlash ishlarini olib boraman va bu natijalarini planshetga kirgizib boramiz va kelgusi yilda bunga qarshi kurash jarayonida albatta foydalanamiz ko'rsatkichlardan. Ma'lumotlarga qaraganda bugungi kunda dunyo bo'yicha 3500 ta mahalliy zararli organizmlar bor ekan. Aynan shuning 356 tasi ichki va tashqi sanaladi. Mamlakatimizda esa bu zarar kunandalarning faqatgina 12 tasi uchraydi. Mutaxassislarning aytishicha, vohada ham bu turdagi so'ruvchi va kemiruvchi organizmlar ekin maydonlari, dala chetlari, ariq bo'ylari, chirimagan go'ng, yo'l yoqalari va ekin ekilmaydigan yerlardan hamda sharbat suvlari orqali dala maydonlariga kirib kelar ekan. Jumladan amaldagi yilda viloyatda 2226,3 gektar yer maydonlariga qishloq xo'jaligi korxonalari, dala chetlariga hamda kanallar, sug'orish va kollektor drenaj tarmoqlari atroflariga qishloq xo'jaligi ekinlari va ko'chatlar ekildi. Shundan 370,4 gektar sabzavot, 673 gektar polis, 1165 gektar don va dukkakli ekinlar hamda 17,9 gektar moyli ekinlar parvarish qilindi. Sho'rchi tumanimizda mana hozirgi kunda yer qazish ishlarini olib boryapmiz. Yer qazish ishlaridan maqsadimiz bu dalalardagi kelgusi yil uchun bashorat qilib olib borish maqsadimiz. Tuproqlardan olingan analizlarda bu yerda har xil hasharotlarning tuxumlari, lichinkalari yoki bo'lmasa g'umbaklarini aniqlaymiz. Buni aniqlashdan maqsad bizning dalalarimizda kelgusi yillarda mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan hasharotlarni aniqlash maqsadimiz. Bu ko'pincha ang'izlarda
qishlab qoladi hasharotlar, keyin dala chetlarida ko'proq qishlab qoladi. Shuning uchun biz ishlarni birinchi navbatda dala chetlaridan boshlaymiz. Sho'rchi tumanida 69 gektar dala cheti mavjud bo'lib, prezidentimiz qarori bilan oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha dala chetlariga ham oziq-ovqat mahsulotlari ekilyapti. Hozirgi kunda biz uchun oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash maqsadida 90 bosli ekinlar ekilyapti. 90 bosli ekinlardan sarimsoq piyoz, sabzavot mahsulotlari ekilyapti. Buni ekishdan maqsad eksport salohiyatimizni oshirib borish, ya'ni O'zbekiston chet mamlakatlarga 90 bosli ekinlarni hamda boshqa sabzavot ekinlarini eksportini ko'paytirish maqsadida olib borilyapti. Shu o'rinda aytish kerakki, tuproq ichida qo'nim topgan organizmlarni 3 bosqichda aniqlash mumkin. Ushbu dolzarb 20 kunlik mobaynida har bir inspektor o'ziga biriktirilgan har bir hududda kuzgi kuzatuv, zararli organizmlarning qishloqqa ketish fazalarini o'rganish uchun yer kovlash ishlarini amalga oshirishadi. Ushbu jarayonlardan maqsad keyingi yil uchun kimyoviy preparatlarsiz ekologik toza eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarish asosiy maqsad qilingan. Ushbu tadbirning dolzarbligi shundan iboratki, har bir o'simlikka zararli organizmlarning ta'siri juda ham kuchli hisoblanadi. Asosan 35-40% hosilni nobud bo'lishiga mana shu zararli organizmlar sababchi bo'ladi. Mana shu zararlarni oldini olish hamda qarshi kurash tadbirlarini o'z vaqtida bajarish uchun kuzgi kuzatuv nazorat ishlari, zararli organizmlarning qishloqqa ketish holatlari, zichligi barchasi hisobga olinishi kerak. Bu esa bizga kelgusida 2026-yil hosilini yaratayotgan paytda biz uchun aynan qaysi zararli organizmga qaysi paytda qanaqangi holatda qarshi kurash ishlarini amalga oshirish hamda hosildorlikni imkon qadar ko'proq saqlab qolish imkoniyatini beradi. Kuzatuv davrida ishni to'g'ri tashkil etish maqsadida tumanlar kesimida dala kuzatuvlari natijalari asosida har bir hudud bo'yicha xavfli organizmlar turlari, soni, rivojlanish bosqichlari va qishloqqa ketish kabi muhim ma'lumotlar diagramma shaklida dala nazorati axborot tizimiga muntazam kiritib boriladi. Ushbu monitoring kuzatuvlar natijasida ularga keskin ravishda qarshi kurashish yo'llari bashorat qilinadi. Hozirgi kunda G'o'za maydonidan kuzgi kuzatuv kovlashlarini amalga oshirayotgan bo'lsak, aynan mana shu maydonda 3 bosqichda amalga oshiriladi. Misol uchun 10 gektarlik maydon bo'lsa, 8 ta namuna olinadi. 8 ta namuna olinib, o'sha namunalar asosida o'sha zararkunandaning zichligi aniq hisob-kitob qilib, formulalar asosida elektron dastur, yer kovlash ishlari uchun maxsus dastur ishlab chiqilgan. O'sha platformaga kiritiladi. Ushbu dastur orqali har bitta fermer xo'jaligi yoki har bitta foydalanuvchi o'sha o'zini maydonida qanday zararkunandaning qishloqqa ketayotganligi va uning hozirgi holati bo'yicha aniq maxsus ma'lumotnomaga ega bo'ladi. Bu esa bizga uzoq muddatli bashoratnomani ishlab chiqishga zamin yaratadi. Uzoq muddatli bashoratnomani ishlab chiqish uchun albatta mana shu ishlarni bevosita dala maydonida o'zida turib amalga oshirish dolzarb hisoblanadi. Zeroki bu jarayonlar aynan dalani o'zida aniq lokatsiya bo'yicha amalga oshiriladi. Busiz iloji yo'q, hech qanaqangi bizni yaratilgan platforma boshqa jarayonlarni qabul qilmaydi. Aynan dalani o'zida bajarilgan ilmiy asoslangan qazuv ishlari amalga oshirilgandan so'nggina baza qabul qiladi hamda to'liq ma'lumotlar kiritiladi. Buni asos qilib olgan holda 2026-yil paxta hosili uchun aynan mana shu 10 gektarlik maydonda qaysi zararkunanda aniq tarqalishi, zichligi qancha, qaysi paytda o'sha zararkunanda qishloqdan chiqadi, bu bo'yicha to'liq ma'lumotlarga ega bo'lish imkonini beradi. Yana bir gap, joriy 2025-yilda Surxondaryo viloyati bo'yicha jami 263.707 gektar dalalarning tuproq tuzilmasini o'simliklar karantini va himoyasi mutaxassislari ko'rigidan o'tkazish rejalashtirilgan. Shundan 65.926 gektarini kuzgi kuzatuv zararli organizmlarni hisobga olish bo'yicha belgilab olingan. Zararli organizmlarni hisobga olishdan maqsadimiz dunyo bozorlaridan o'rin egallashimiz. Bunda kimyoviy preparatlardan xoli bo'lgan mahsulotimizni tabiiy mahsulotimizni yetkazishimiz kerak. Tabiiy ekologik sof mahsulot yetishtirishimiz maqsad. Zararli organizmlarni hisobga olishimiz juda muhim sanaladi. Chunki deganda zararli organizmlarimiz qanchalik ko'payishi, kamayishi shu kuzgi kuzatuv jarayonimizda amalga oshiriladi.
Albatta, bu yo'nalishda bir yoqadan bosh chiqarib ishlash va yerning tilini tinglab, vaqtida e'tibor berish kelgusi hosilning mo'l va barakali bo'lishida ayni muddao hisoblanadi. Qolaversa, bu kabi ishlar hududning eksport salohiyatini oshirish barobarida voha iqtisodiyotini yuksaltirish, aholi farovonligini ta'minlash hamda turmush darajasini yanada oshirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu bilan birga aholining oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabini qondirishda ham katta ahamiyatga egadir.